Norepan. nima tushundimmi? Ha, Norepan degani shunaqa joy. Norepan deganmi? Ha. Deyotgan. Ben Norepan'da mani ishxona O'ziga savol beryapsiz. menga savol beryapsiz. Siz Xo'p, hozir tushunarli. to'xtab turing. Bo'lmasa, To'xtab turing. Yo, to'xtab turing. Baqa To'xtab turing. savolingizni tugatib olingda, keyin menga berasiz. Tushundingizmi? Tushunarli. Xo'p, nima uchun yana boyagi savolimni qisqa va lo'ndasiz siz fohisha challenge deb e'lon qilasiz. Challenge qilinglar. Bu fohisha deyapsiz. Ya'ni oldingizga ayolga gapingiz o'tsa agarda jin Fohisha challenge qilinglar deganimiz isbotlab berasiz. Albatta isbotlab beraman. Bu efirdan keyin tarqatinglar dedim man. Ha, o'sha tarqatinglar, fohisha tarqatinglar, challenge deysiz. Siz so'zma challenge kiradi. Qormenda. Yo, aka qarang. Buni nima demoqchi bo'lganimni siz javob tushunib turibsiz. Shaxsiy hayotimga aralashdimi? Mana ham aralashdim. Javob tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Savolimni siz eshitmayapsiz meni. Ha. Siz marhuma Nozimani fohisha ekanligini o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz? Videolari keladi, sizga videolari kelgan-ku. Men birovni taydayotganini ko'rmaganman, lekin Rahmat. Mana shu Ha. javobingiz bizga yetadi. Ha. Mana bu haqiqiy mujikcha, erkakcha javob bo'ldi. Katta rahmat sizga. Endi sizga navbatdagi lekin savol. Koreyadagilar biladi, Nima- unaqa joy nimaligini biladi. Koreyadagilar biladi. O'z Rahmat kattakon, qabul qildim javoblaringizni. Nima uchun siz, ya'ni Koreya yangiliklari admini Avaz aka, qotillik joyiga kirdingiz, butun vaziyatni ko'rdingiz, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda mana kuzatyapsiz. Nima uchun siz aynan Sherzodni qotil deb o'ylamayapsiz? Chunki politsiya o'zi shunaqa gumonga borib, o'sha politsiya bu yerda qotillik alomati yo'q deyapti. Tushunyapsizmi? Demak, Lekin oxirigacha siz tekshiramiz. o'zingiz Lekin Aha. qotillik alomati yo'q deyapti. Bu politsiyaning Mayli, fikri. menga politsiyani fikri qiziq emas, menga aynan sizni fikringiz qiziq. Siz nima Yo'q, uchun biz politsiya fikrini olamiz. O'zimizni fikrimizni bildirmaymiz biz. o'zingiz fikringiz yo'q. Sizning bu savolimga o'zingiz fikringiz yo'q. Politsiya beradi u narsani. Yo'q, tushunmadingiz. Sizni fikringiz, mana siz o'zingiz nimaga o'ylamayapsiz? Mana shu odam, ya'ni Sherzod qotil emasmikan degan, nimaga shu narsani siz o'ylamayapsiz? Men o'ylayapman. Kim aytdi sizga o'ylamayapsiz deb? Yo'q, so'rayapman-da o'shani. Demak, shu odam ham qotil bo'lishi mumkin degan sizda ham gumon bor, to'g'rimi? Ha, bor. Rahmat, Chunki kattakon men esing javobingiz. buni, men birinchi buni qotilligini men isbotlamoqchi bo'lib, men harakat qilib yuribman o'zi. Rahmat, qabul qildim. Xo'p, keyingi navbatdagi savolimiz. Nima uchun marhuma Nozimani tan jarohatlarini va uyga kirganingizda shunaqangi dahshatli ko'rinish holatlarini o'zingiz guvohi bo'ldingiz, to'g'rimi? U joyga mana emas, aynan siz kirgansiz. Nima uchun siz darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilmadingiz? Politsiya kelib ketib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketib, u uyni tozalab, yig'ishtirib tashlaveringlar degandan keyin biz kirganmiz bu yerga. Xohlasangiz, Bu bo'yicha siz sizda uyni dalil egasi bilan isbotingiz bormi? surishtirib olasiz. Ha? Xo'p bo'ladi. Bu bo'yicha, ya'ni siz mana hozir savolimga javob shunaqangi berdingizki, politsiya mendan oldin kelib, o'sha kerakli narsani olib ketib bo'lgan va undan keyin biz kirdik deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu javobingizni qabul qilaylikmi? To'xtab turing. Javobim qo'shni eshiting. Biz Hop. politsiya kelib, uyni polni tozalab, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin to'xtab turing. O'ziga kerakli Toza narsalar emas edi-ku, hamma yoq bardak edi-ku. Nega uy toza deyapsiz? Mana shu joyga aytaman. yana qilib keting. eshitib savolni eshiting, javobni eshiting. Eshitaman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib, Politsiya. politsiya deyapman. Politsiya kelib, o'ziga kerakli narsalarni olib ketgandan keyin, o'sha uyni egasi menga ichidagi narsalarni yig'ishtirib tozalanglar. Endi betga boshqa odam qo'yaman degandan keyin biz kirganmiz u yerga. Tushunarli. Savol. Endi bu yerda bitta qo'shimcha qilib qo'ymoqchiman. Sammi ikkalangdan bittasi aytganki, politsiya ruxsat bergan yo'q edi deganda o'sha yerda videoda tushib qolgan. Ha, o'shani nima qilyapsiz siz? Tushunib turibman. Biz o'sha kuni nimadan Pudonsandan ruxsat olib, ya'ni bu yerdagi uyni egasi degan ma'noda bildiradi. Sabr, gapira oling. O'sha xonadonni egasidan biz uyga kirib, ruxsat olib, narsalarni olib chiqib tozalab tashlanglar, bu yerga boshqa odam qo'yaman. Tozalab beringlar bu yerda degandan keyin biz kirib, video qilganmiz. Biz o'sha narsalarni Sherzod sen o'zing tozalading.
Sherzodni o'zi uyni egasi tozalab tashlaver degandan keyin tozaladi. Buni biz politsiyadan so'rab keyin qildik. Mana javob sizga. Xo'p. Ijtimoiy tarmoqlarda javobingizni qabul qildik, mayli, xo'p. Demak, politsiyadan keyin siz kirdingiz. Sizni savolingizga javob shunaqa